artefaktlarni amalda qo'llashni o'rganamiz. Birinchi Cloudga kirib olganimizdan keyin profil sozlamalariga kiramiz. Shu yerda har xil bo'limlar bor. Biz capabilities, ya'ni imkoniyatlar bo'limiga kiramiz. Shu yerda artefacts bo'limini yoqib qo'yamiz. Endi biz bemalol o'zimiz chatimizda yoki boshqa paytda artefaktlarni ishlata olamiz. Endi mana shu chekkadan artefacts bo'limini topamiz va kiramiz. Bu yerda har xil artefakt shablonlari ham bor, tayyor. O'zingiz xohlaganingizcha ishlasangiz bo'ladi. Masalan, aytishni qilish uchun qanaqadir tildagi kodni boshqa tildagi kodga almashtirib berish mumkin yoki yana har xil shunaqa imkoniyatlari bor. Agar o'zingiz yangi artefakt yaratmoqchi bo'lsangiz, shu tepadagi new artefakt bo'limini bosamiz. Cloud ingliz tilida bo'lgani uchun buni bo'limlari ham ingliz tilida bo'ladi. Agar birorta inglizcha narsasiga tushunmasangiz, bemalol ChatGPT'ni o'zbek tiliga o'girib olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda bizdan so'rayapti, masalan, artefaktimiz aynan qanaqa turda bo'lishi kerak. Ilova yasamoqchimizmi yoki veb-sayt yoki qanaqadir o'yin yaratmoqchimizmi, hujjat yaratmoqchimizmi yoki proyektmi yoki qanaqadir so'rovnomami. Keling, biz sizlar bilan hozir bitta so'rovnoma yaratib ko'ramiz. Xo'p, biz quiz or survey taladik, u bizga ingliz tilida javob qaytaradi. Lekin ingliz tiliga tushunmaydiganlar bo'lsa, o'zbek tilida yozsa ham bo'ladi. Masalan, bizga yangi suratimiz qora shokolad haqida so'rovnoma kerak. Biz o'zbek tilida gapirganimiz uchun u ham bizga o'zbek tilida javob qaytaradi va bemalol o'zbek tilida suhbatni davom ettirsak bo'ladi. Xo'sh, u bizga o'zimiz xohlagandek artefaktni yaratib berishimiz uchun ba'zi bir savollarni so'raydi. Aynan masalan so'rovnomamiz qanaqa bo'lishi kerak. Shuning uchun biz uni ba'zi savollarga javob berishimiz kerak. Masalan, so'rovnoma qanday maqsadda? Mahsulotni bozorga chiqarishdan oldin yoki mijozlar fikrini bilish uchun, narx va sifatni baholash uchun yoki reklama strategiyasi uchun. Keling, biz mijozlar fikrlarini bilish uchun tanlaymiz. Endi qanday mavzularni qamrab olish kerak? Ta'm va sifatmi, narx va qadoqlash, sotib olish odatlari yoki sog'liq va foydasi? Biz ta'm va sifatni tanladik. Nechta savol bo'lsin? 5 ta 7 ta qisqaroq qilamiz. Mana biz uni barcha savollarga to'liq javob berdik. Ya'ni endi u bizga reja tuzib beradi. Masalan, artefaktimiz aynan qanday bo'ladi? Biz uni rejani ko'rib chiqqanimizdan keyin agar bizga yoqsa, biz artefaktni yaratib ber deb so'rashimiz mumkin. Mana o'zi ham aytibdi, bu reja sizning tasavvuringizga to'g'ri keladimi? Agar rozi bo'lsangiz, so'rovnomani yaratishni boshlayman. Xo'sh, mana 6 ta savoldan iborat bo'lar ekan, har xil bo'limlar bor. Har bir savolda qanaqadir savol, agar birortasi yoqmasa, bemalol etib to'g'rilasangiz bo'ladi. Masalan, biz ha deymiz. Shu reja yoqdi, artefaktni yaratishni boshla. Artefaktni yaratishni boshlaydi. Mana biz artefaktimiz tayyor. Kirib ko'ramiz. Mana tayyor dizaynlari bilan, savollari bilan bo'ladi. Masalan, 6 tada ekan, 6 ta savol. Birinchisi, qora shokoladimizni umumiy baholang. 1 dan 5 gacha, yomon yoki a'lo darajada. Masalan, to'g'ri belgilaymiz. Shokoladning ta'mi sizga yoqadimi? O'rtacha, yoqmadi, yoqdi. Masalan, yoqdi. Qora shokolad qanchalik achchiq bo'lishi ma'qul? Ularga qanaqa turdagi qora shokolad yoqishini bu savol orqali bilib olsak bo'ladi. Masalan, biroz achchiq. Keyingisi, mahsulotning sifati qanday va qaysi fikrga qo'shilasiz? Teksturasi yoqimlimi, og'izda yaxshi eriydi yoki shunga o'xshash? Masalan, hidi ajoyib. Bizning shokoladimizni boshqa brendlar bilan taqqoslaganda qanday baholaysiz? Bunaqa savollar bilan siz boshqa o'zingizga o'xshagan brendlardan qanaqa ustun tarafingiz yoki kamchiligingiz borligini bilsangiz bo'ladi. Masalan, ancha yaxshiroqmi, biroz yaxshimi yoki biroz yomonroqmi yoki ancha yaxshi yoki yomonroq. Masalan, biz biroz yaxshiroq tanlaymiz. Mahsulot haqida qo'shimcha fikr yoki takliflaringiz bormi? Masalan, yaxshi. Yuborildi. Mana ekan. Bu artefakt sizga Cloud sizga artefakt yaratdi, ya'ni o'zingizni yangi mahsulotingizni yangi mijozlarga yoki umumiy mijozlarga tanishtirish uchun siz xohlaganingizdek chiroyli dizayn orqali va yaxshi savol orqali so'rovnoma yaratib berdi. Agar u bu narsasi yoqmasa, masalan, birorta savolni o'zgartirmoqchimisiz yoki sizga dizayn yoqmadimi, shuni shunchaki aytsangiz, u sizga o'zgartirib beradi. Qolgan narsalarni buzib yormaydi, shunchaki o'sha siz xohlamayotgan yoki yoqmayotgan joyini o'zgartirib beradi.